Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dehqonlar, dehqonchilik ishqibozlari. Bugun 12-iyun 2025-yil. Videomizni Farg'ona viloyat Toshloq tumani Zarkin shaharchasi Boyqo'l mahallasida olyapmiz. O'zimni dalamdan. Karam bilan chesno ekilgan joyga makka ekish uchun, silis yo'nalishida makka ekdik. Yerlar tayyorlab, mana makkalarni ekib 4-iyun kuni ekilgan makkamiz chiqib, mana shunchalik bo'ldi. Mana qotorlari ko'rinib, juda ham chiroyli holatda o'sib chiqdi. Mana qaragan urug'larimiz. Mashallah. Dehqonlar makka ekishni hamma biladi. Juda ko'pchilik biladi, endi hamma bo'lmasa ham. Shu ekilgan makkamizni mana shu yerda nima ishlar qilinadi, qanaqa agrotexnik ishlar, qanaqa o'g'itlar beriladi, o'tiga qanaqa dori sepiladi, qurtiga qanaqa dori sepiladi, xudo xolasa hammasini shu yerdagi ishlovlarda shu makkani silus qilib o'rib, silus yamaga boshqingadir bo'lgan jarayonda xudo xolasa qo'limdan kelganicha video qilib Bobo dehqonlar kanaliga joylab borishga harakat qilaman. Alloh qodir qilgancha. Kimlargadir eslatma bo'ladi, bilmaganlarga bir video qo'llanma bo'lib qoladi, xudo xolasa. Tarvuzlarimizni sotib, birinchi uzumini tugatdik. Bunaqaja katta daromad bo'lmasa ham yaxshi. Allohga shukr, rizqimizga yarasha shu 50 million shu tarvuzimizga hasad qildik 1 gektar yerga. Videomiz yangi ko'rayotganlar bo'lsa, bundan oldingi videolarda shu tarvuz to'g'risida, mana shu makka ekilgan joydagi chesnok, karamlar to'g'risida hamma to'liq videolarni qo'yib borganmiz kanalimizga. Bitta bu videoni ko'rib turib xulosa chiqarib kommentariy yozib qo'ymanglar. Tarvuzni keladigan bo'lsak, tarvuzimiz juda ham shirin, juda ham bir mazali bo'ldi. Allohga shukr. Juda ko'pchilikdan rahmatlarni eshityapmiz. Duolarni qilishyapti. Ayniqsa shu mini koreyskiy sortimiz navimiz juda ham katta tarvuzlarga nisbatan shirinroq, yaxshiroq. Sentnerini shu maydaligini hisobga olmaganda haqiqiy shirin tarvuz ekan. Buni ekib, yeb, ko'rib, 1-2 yildan beri bilyapmiz. Ertalabda video olib, tong lazzatda deb qo'yib turdik. Orada vaqtimiz ham bo'lmay qoldi. Shu vaqt bo'lsa ham qandaydir ishlarga chalg'ib qoldik. Bundan bog'iga xudo xolasa shu dehqonchilik to'g'risida chiroyli qilib, bunaqa qilib bir videolar qo'yishga harakat qilamiz. Qo'limizdan kelgancha, Alloh qodir qilgancha. Girizman navli tarvuzlarimiz chiroyli yirik bo'ldi. Bundan oldingi videolar qo'ydik. Short video, to'g'ridan katta video qilib qo'ydik. Girizmanlar ham shirin, mazali. Endi koreyskiy minichalik bas mazasi baribir. Koreyskiy minini mazasiga ancha-muncha tarvuz mazasi yetmasa kerak. Haqiqiy juda ham shirin. Ichi qizilliklari ham juda ham shirin. Mana shu qizil, mana shu yerda olasiga ekilgan mana koreyskiy tarvuzlarimiz bor. Bittasini shu yerda o'zida shunday. Shu yerda o'zida bas. Menga kapaga olib borib, bitta so'yamiz shuni. O'zlaring ko'rasizlar buni. Qanchalik qizil, qanchalik shirinligini bilsam, endi
kelib yeb ko'rganlar biladi. Birinchi uzumni tugadim, xudo xolasa kecha tugatdik. O'sha atrofimiz ko'proq o'zimizga yaqin bo'lgan joydagi do'konlar, bozorchalarda sotildi.